Hammaga salom. Bugun biz Termiz davlat universitetidan Imperial Academy'ni Texnopark filialigacha piyoda boramiz. Qani terdu talabalari ingliz tilini o'rganishga borish uchun necha daqiqa sarflashar ekan? Bo'ldi, kamerani bering, o'zim yo'lga chiqaman. Qani ketdik. Keling, sizga shunchaki emas, Imperial Academy haqida to'liq ma'lumot berib ketaman. Imperial Academy faqat ingliz tilini o'rgatishga moslashgan Surxondaryodagi eng yirik o'quv markazlaridan biri. IELTS 7 va undan yuqori ball olganlar uchun 3 milliongacha cashback berishgan va 2025-yildan buyon cashback olgan o'quvchilarimizning soni 50 tadan oshdi. Mana bu yerda Xalq banki va o'ng tarafda esa Axborot texnologiyalar fakulteti. Yana atiga 2 daqiqalik yo'l qoldi. Komment yozib, like bosib, qo'llab-quvvatlab turinglar. Davom etamiz. Va nihoyat yetib keldim. Hozirda Imperial Academy Texnopark filialida noyabr oyi uchun barcha guruhlarga qabul davom etyapti. Agar ingliz tilini noldan o'rganib, IELTS yoki TOEFL sertifikatini olmoqchi bo'lsangiz, izohlarda plus belgisini qoldiring. O'zlari sizga aloqaga chiqishadi. Keyingi safar qaysi filialimizga piyoda borishimizni istaysiz? Izohlarda qoldiring.